Ushbu tushlarni ko'rsangiz, sizda aniq shak shubhasiz sehr borligi dalolat qiladi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, tush haqida: Juz'un min 46 juz'an minan nubuwwa. Mo'min odamning tushi payg'ambarlikning 46 bo'lagining bir bo'lagidir. Agar siz tushingizda ilon ko'rgan bo'lsangiz, ilon aniq sehr va jin shaytonni bildiradi. Agar tushingizda ilon sizni qo'ylayotgan bo'lsa, bir odam sizni tinchligingizni buzishga sehr qilingan. Unaqa odam bir joyda tura olmaydi, yuragi ko'p vahima bo'ladi. Tushda ilonni takror ko'p ko'rgan odam hayotda ko'p siqiladi. Ishi yurishmaydi, hayoti qorong'u bo'ladi. Agar tushingizda ilon qo'l yoki oyog'i chaqqan bo'lsa, bir odam sizga kambag'allikka, ish yo'llaringizni to'sgan sehrni qilganini bildiradi. Agar tushingizda ilon ovqatingizda, chinida, tarelkada yoki og'izga kirganini yoki og'izdan chiqqanini ko'rsangiz, uni bir odam sizga yedirgan, ichirgan, sehr qilganligini bildiradi. Ya'ni tuz, shakar, choylarga o'qitib sizga yedirib ichirib olganini bildiradi. Agar tushingizda ilon uyingizga kirganini ko'rsangiz yoki uy ichida ko'rsangiz, ya'ni uyingizga sehr kirganligini, uyingizda sehr borligini bildiradi. Agar tushingizda ilonni spalnida, to'shakda, xonangizda ko'rsangiz, unda to'shakka qilingan sehr, ya'ni taloq sehrini bildiradi. Er-xotin yasholmaslikka qilingan sehrni bildiradi. Agar tushingizda ilon podvaldan chiqayotganini yoki tomdan tushayotganini ko'rsangiz, unda uyda egasi sizga o'chashganligini bildiradi. Agar tushingizda oilaviy ilonlarni ko'rsangiz, bolalari bilan yoki er-xotin ilonlarni ko'rgan bo'lsangiz, unda sizga oilaviy jinni kirganligini bildiradi. Ko'pincha unaqa odam hayotda oilasidan uzoq bo'ladi. Odamlarga, yaqinlarga aralashmay qo'yadi, yolg'izlikni xohlaydi. Agar tushingizda ilonni o'lganligini ko'rsangiz, kuyib ketganligini, maydalanib ketganini ko'rgan bo'lsangiz, bu jin chiqib ketganligini va sehr botil bo'lganini bildiradi. Agar tushingizda ilon ko'rdingiz, oldida bolalar bor va bironta bolasi o'lganligini ko'rsangiz va ana shu bolalarning enasi ilon sizni yomon ko'rib, sizga g'ash kelayotganini ko'rsangiz, unda siz biron bir joy jinga zarar berganligingizni, u sizga o'chashib qolganligini bildiradi. Agar tushingizda ilon tojisi bo'lsa, siz ichingizda, jasadingizda tojisi bor, ya'ni boshliq kuchli jinni bildiradi. Tushingizda qop-qora ilon kuchli o't jinni bildiradi. Agar ilonning rangi qora, sariq, qizil bo'lsa, bu o't jinni bildiradi. Undan boshqa ranglar suv jinni bildiradi. Agar tushingizga kirgan ilon sizga zarar bermasa, ya'ni chaqmasa, quylamasa, balki sizga qarab turgan bo'lsa, oldingizda tursa, jasadingizga o'ralashib olgan bo'lsa, bu oshiq jinni bildiradi. Ya'ni bir jin sizni yaxshi ko'rib qolganini bildiradi. Unaqa odamlar ko'pincha o'zining turmush yo'ldoshi bilan yasha olmaydi. Ko'p janjallashadi.